Ka'ba-i Muazzamaning Ruknul Yamani degan burchagi bor. Aylanib kelganda Hajarul Aswad burchagidan oldingi burchak. Ozgina yirtib toshini chiqarishib qo'ygan. O'shani odamlar istilom qilishadi. Ana shu rukunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning hadislari bo'yicha 70 ta farishta tayyor turar ekan. Turishar ekan. Ularning vazifasi nima? Vazifasi o'sha yerda turib kimki Allohumma as'alukal afva val afiyata desa, Allohumma sendan afvuni so'rayman, ofiyatni so'rayman. Bu dunyo va oxiratda. Robbana atina fid dunyoni hammamiz bilamiz. Shuni aytsa, haligi 70 ta farish amin amin deydi ekan farishtalar. Haligi odamning duosini qabul bo'lishi uchun. Shuning uchun tavofda o'sha rukunga kelganda bilgan odamlar hammasi shu duoni o'qishadi. Chunki hadis turibdi-da.